bu Qo'sh22 MFE hududimizda 5 ta mahalla bo'lib, shu 5 ta mahalladan mana bu yil To'g'inchi mahallasi hamda Qo'rg'oncha mahallasida jami 3 kilometrdan oshiq asfaltlashtirish ishlari olib borildi. Mana kelganimga 1 yildan oshgan bo'lsa, ancha yordam bo'ldi. Hamma duoda, qariyalarimiz, yoshlarimiz xursand mana. Bu uchun Deputatlar palatasi hamda rayon hokimimiz, viloyat hokimlarimiz, qolaversa muhtaram prezidentimizga kattakan shu aholimiz nomidan minnatdorchilik bildiraman. Rahmat hammasiga. Mana bizning ko'chalarimiz ilgari yurib bo'lmaydigan darajada boy ko'chalar edi. Avvalambor prezidentimizga rahmat. Shunchalik sharoitlarni yaratgan. Qolaversa mana Oliy Majlis deputatlarimiz, tumanimiz deputatlari orqali mana ko'chalarimiz bir ko'rsa havas qiladigan bo'lib, asfaltlar yotqizishib berishdi. Ularga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Mana bizda Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Qo'shtigirmon qishlog'ida Oliy Sovet deputatlari, tuman deputatlari boshchiligida mana mahallalarimiz asfalt qilindi. Mana shu asfalt qilingan yerlarda mazza qilib, nevaralarimiz o'ynatib yuribmiz. Avvalo prezidentimizga rahmat, qolaversa barcha mutasaddim xodimlarga rahmat. Shunchalik bizning sharoitimizni yaratib bergan tuman hokimiyatiga, tuman deputatlariga, viloyat deputatlariga kattadan katta rahmatlarimizni aytamiz. Doimo mana shunday ishlarimiz bardavom bo'lsin. Mana hozirgi kunda butun mahallalarga e'tibor kuchaymoqda. Biz mana bilamiz, mana shu Qo'shtigirmon qishlog'i 9-mahallasi, boshqa atrofdagi qishloqlarda ham yoshligimizda mana do'stim bilan birga yoshligimiz o'tgan. Ko'chalarimiz yozda chang to'zon, qishda esa loy, hamma yoq. Piyoda yurishga imkoniyat hatto yo'q bo'lardi. Mana keyingi paytda mana hukumatimiz tomonidan, mutasaddi tashkilotlar tomonidan e'tibor kuchaydi, mahallalarni obod qilishga. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari juda katta yordam berdi. Buning uchun xalqimiz xursand, mahallamiz obod bo'lganligiga. Mana keyin o'zimizni qolaversa, tumanimiz deputatlari ham juda yaxshi jonbozlik ko'rsatishdi, yordam berishdi katta. Ko'chalarimiz mana o'sha loy ko'chalar, chang ko'chalar hozirgi kunda tekis mana ko'rib turibsiz, asfaltga aylandi.